Diqqat! Deport zapretingiz bo'lsa, ochib beramiz. Reyestrga tushgan bo'lsangiz, chiqarib beramiz va eng asosiysi, Zolotoy koronadan qarz bo'lsa, qarzni ham yopib beramiz. Stop, stop va yana stop. Ishonmang. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Keyingi vaqtda eng ko'p beriladigan savol haqida batafsil javob bermoqchiman. Ya'ni ko'pchilik so'rashyapti. WhatsApp va Telegram gruppalardan ko'rib qoldim. Deport zapret ochib berishar ekan, reyestrdan chiqarib berishar ekan va Zolotoy koronani qarzini yopib berishar ekan va shularni hammasini pul bilan bemalol amalga oshirsa bo'lar ekan deb so'rashyapti. Keling, hozir mana shuni qonuniy ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi deport va zapretni ochish mumkinligi. Ko'pchilik bilishadi. Ko'pchilik ayniqsa ko'p uchraydigan holat bu bez dokumentlar tushib qolganda kimlargadir 3 yillik, kimlargadir 5 yillikdan 10 yilgacha taqiq qo'yiladi. Buni qanday qilib ochsa bo'ladi? Qonuniy yo'l buni faqat sud orqali ochsa bo'ladi. Ya'ni agar sizga zapret 3 yillikmi, 5 yillikmi farqi yo'q, 10 yillikgacha taqiq qo'yilgan bo'lsa, agar o'sha taqiq sizga asossiz qo'yilgan bo'lsa, bu narsa sud orqali isbotini topsagina siz mana shu deport va zapretdan ozod bo'lishingiz mumkin. Lekin buni o'ziga yarasha yugur-yugurlari ko'p, bu vaqt talab qiladi. Aytib o'tgandek, agar sizga asossiz qo'yilgan bo'lsa, buning uchun sizdan hech qanaqa to'lov olinmaydi. Ya'ni deport va zapretni sudsiz pul bilan ochishni umuman imkoni yo'q. Ikkinchisi bu reyestrdan chiqarish. Buni ham qonuniy yo'l bilan qarasak, agar siz reyestrga tushgan bo'lsangiz, siz faqatgina reyestrda через MVDgina ochish mumkin bo'ladi. Ya'ni siz MVDga borasiz. Haqiqatan sizni reyestrga tushganligingiz asossiz bo'lsagina sizga hech qanaqa to'lovlarsiz reyestrdan chiqarib berishadi. MVDni o'zi. Hech qanaqa buni pul bilan chiqarishda imkoniyati yo'q. Ya'ni siz borganingizda nima sababdan reyestrga tushganingizda MVD batafsil ponna ikir-chikirigacha ko'rib chiqadi. Aytib o'tgandek, faqatgina asossiz bo'lsagina siz reyestrdan chiqarilasiz. Agar asosli deb topilsa, siz reyestrdan chiqarilmaysiz va sizga qonuniy chora ko'riladi. Ya'ni buni ham hech qanaqasiga pul bilan reyestrdan chiqarishga imkoniyati yo'q. Va eng ommabop uchinchisi bu Zolotoy koronadan qarzni pul bilan yopish. Ko'pchiligingiz bilasizlar, ko'pchilik hozir Zolotoy koronadan qarz oladi. Ya'ni o'sha aytilgan summa, aytilgan muddatda va aytilgan foizda to'lab berish sharti bilan qarzni olasiz. Zolotoy koronadan qarzni yopishning yagona yo'li faqat o'sha Zolotoy koronani o'ziga siz to'lab qarzingizni yopishingiz bo'ladi. Bunda ham hech qanaqa pul bilan imkoniyati yo'q. Ko'pchiligini kuzatyapman, kimdir 40 ming rubl, kimdir 50 ming rubl, kimdir 70 ming rublgacha cho'chib qolishyapti. Shu sababdan agar sizga mana shu yuqorida aytib o'tgan 3 ta narsa, ya'ni deport zapretni yechib berish, reyestrdan chiqarib berish va Zolotoy koronani qarzini pul evaziga yopib berish bilan sizga taklif bo'lsa, bilingki, bu firibgarlik bo'ladi. Bu narsaga aslo ishonmang, siz ham pullaringizga cho'chib qolmang. Faqatgina mana shu yuqorida aytib o'tilgan yo'l bilangina siz deport zapretdan chiqish, reyestrdan ham chiqish va Zolotoy korona qarzini yopishingiz mumkin. Shu sababdan azizlarim, sizlarni ogohlikka chaqiraman, ogoh bo'ling. Bu videoni imkon boricha maksimal o'z yaqinlaringizga podelitsiya qilib tarqating, ular ham boxabar bo'lsin. Bugungi video shulardan iborat edi. Eng asosiysi sizlarni fikrlaringiz men uchun juda ham qiziq. Kommentariyaga o'z izohlaringizni albatta yozib qoldiring. Ya'ni sizlarga ham shunga o'xshash holat bo'lganmi? Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyin kommentariyaga keyingi video qaysi mavzuda chiqishini xohlasangiz, iltimos yozib qoldiring. Shunga qarab videolarni chiqarishda davom etaman. Sog' bo'ling.